Eron AQShning muzokaralar takliflarini hiyla deb baholamoqda. Hormuzdan keyin yana bir bo'g'oz. Eron yangi front ochishga tayyorligini bildirdi. Paromga chiqayotgan avtobus halokatga uchradi. O'nlab insonlar suv ostida qoldi. AQSh xavfsizlik kafolatlarini Ukraina Donbassdan voz kechishi evaziga bermoqchi Zelenskiy. Urush yakuniy bosqichda. Tramp yaqin haftalarda Eron mojarosini tugatishni rejalamoqda. Turkiya arab davlatlarini Eron bilan urushmaslikka ko'ndirmoqchi. Energetika inqirozi boshlanyaptimi? Yaqin Sharqda milliardlab zarar qayd etildi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki Uzcard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. Eron AQShning muzokaralar takliflarini hiyla deb baholamoqda. Eron rasmiylari AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan ilgari surilgan tinchlik muzokaralari takliflarini samimiy emas, balki siyosiy hiyla sifatida baholamoqda. Bu haqda Axios nashri muzokaralar jarayonidan xabardor manbaga tayanib xabar berdi. Manbaga ko'ra, Eron rasmiylari Pokiston, Misr, Turkiyaga, Qo'shma Shtatlar bilan ehtimoliy muzokaralarda vositachilik qilayotgan davlatlarga Washingtonning takliflariga ishonch yo'qligini bildirgan. Tehron vakillari Trump ma'muriyati ilgari ham 2 marotaba ularni aldaganini ta'kidlab, yana shunday holat takrorlanishidan xavotirda ekanligini ma'lum qilgan. Eron tomonining fikricha, mintaqada AQSh harbiy kuchlarining ko'paytirilishi hamda Yaqin Sharqqa qo'shimcha harbiy kontingent yuborish haqidagi qarorlar muzokaralar takliflarining samimiyligiga shubha uyg'otmoqda. Shu sababli Tehron Washingtonning diplomatik tashabbuslarini ehtiyotkorligi bilan baholamoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, AQSh va vositachi davlatlar Eron bilan ehtimoliy muzokaralarni 26-mart kuni Pokiston poytaxti Islomobad shahrida o'tkazish imkoniyatini muhokama qildi. Biroq hozircha bu borada Tehrondan yakuniy javob olmagan. Axios qayd etishicha, avvalgi muzokaralar jarayonida ham AQSh yetakchilari diplomatik kelishuvga erishish istagini bildirgan bo'lsa-da, bir vaqtning o'zida harbiy bosim siyosatini ham davom ettirgan. Masalan, o'tgan yili iyunda Isroil tomonidan Eronga qarshi amalga oshirilgan zarbalar yadroviy muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanishidan bir necha kun avval sodir bo'lgan. Shuningdek, fevral oyi oxirida Eron va AQSh Jeneva shahrida muzokaralarni davom ettirishga kelishgan edi. Biroq oradan ko'p o'tmay AQSh va Isroilning Eron hududidagi nishonlarga hujumlari qayd etilgan. Hormuzdan keyin yana bir bo'g'oz. Eron yangi front ochishga tayyorligini bildirdi. Eron agar uning hududlariga, jumladan orollariga quruqlikdan bostirib kirilsa, Qizil dengiz bilan Arab dengizini bog'lovchi Bob al-Mandab bo'g'ozini yopishi mumkin. Bu haqda Eronning Tasnim agentligi xabar berdi. Bob al-Mandab dunyoning strategik muhim bo'g'ozlaridan biri hisoblanadi. Eron unga real tahdid solish uchun ham irodaga, imkoniyatga ega. Shu bo'lsa, agar amerikaliklar ahmoqona choralar bilan Hormuz bo'g'ozi muammosini hal qilmoqchi bo'lsa, yana bir bo'g'oz bilan bog'liq vaziyatni og'irlashtirmaslik uchun ehtiyot bo'lishi kerak degan agentlikka harbiy manba. Agentlik suhbatdoshi Eron keskinlashuvga to'liq tayyor ekanini ham ta'kidladi. Biz dushman uchun kutilmaganda boshqa frontlarni ochamiz, natijada uning harakatlari 2 baravar oshadi degan u. Bob al-Mandab bo'g'ozi Yaman va Eritriya o'rtasida joylashgan bo'lib, Adan ko'rfazini Qizil dengiz bilan bog'laydi. Uning uzunligi qariyb 115 kilometr, o'rtacha chuqurligi 150 metrni tashkil etadi. 1869-yildan buyon u Suash kanalining janubiy darvozasi hisoblanadi. Ushbu yo'lak orqali jahon dengiz savdosining 10-12% va konteyner tashishlarning qariyb 30% amalga oshiriladi. Har yili bu hududdan taxminan 20 mingcha kema o'tadi. Bo'g'oz Yaman hududiy suvlari tarkibiga kiradi. Mart o'rtalarida yamanlik yuqori martabali harbiy qo'mondon Abed al-Tavr husiylar Eron tarafidan urushga qo'shilib, AQSh va Isroil uchun Bob al-Mandabni yopishi mumkinligini aytgan edi. Bu esa AQSh va Isroilga yo'l olgan savdo va harbiy kemalar, jumladan aviatsiya tashuvchilar harakatiga to'sqinlik qilishi mumkin. Paromga chiqayotgan avtobus halokatga uchradi. O'nlab insonlar suv ostida qoldi. Bangladeshda 40 nafarga yaqin yo'lovchini olib ketayotgan avtobus
Padma daryosiga qulab tushdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa 25-mart kuni avtobus Parmga chiqayotganida sodir bo'lgan. U Dakka shahridan qariyb 100 kilometr uzoqlikdagi Rajbari tumanining Davlat-Diaz hududida boshqaruvni yo'qotib, ag'darilgan va daryoga cho'kib ketgan. Avtobus qariyb 9 metr chuqurlikka tushgan. Qutqaruvchilar suv ostida qolgan avtobus ichidan 22 kishining jasadini olib chiqqan. Ular orasida 6 nafar erkak, 11 nafar ayol va 5 nafar bola bor. Hozirgacha 24 kishining halok bo'lgani tasdiqlangan. 2 ayol esa qutqarib olingach vafot etgan. AQSh xavfsizlik kafolatlarini Ukraina Donbassdan voz kechishi evaziga bermoqchi Zelenskiy. AQSh tinchlik kelishuvi doirasida va'da qilingan xavfsizlik kafolatlarini Ukraina Rossiyaga katta hududlarni berishga rozi bo'lsagina taqdim etmoqchi. Bu haqda Ukraina prezidenti Zelenskiy Reuters agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, AQSh butun Donbassni Rossiyaga topshirishni talab qilmoqda. Amerikaliklar Ukraina Donbassdan qo'shinlarini olib chiqishga tayyor bo'lishi bilanoq bu kafolatlarni yuqori darajada taqdim etishga tayyor deya ta'kidladi u. Ta'kidlanishicha, Erondagi urush fonida prezident Donald Tramp Ukrainada urushni tezroq yakunlashni talab qilib bosim o'tkazmoqda. Yaqin Sharqdagi vaziyat prezident Trampga va uning keyingi qadamlariga ta'sir ko'rsatadi. Tramp hamon Kiyevga bosimni kuchaytirish strategiyasini tanlamoqda, dedi u. Ukraina rahbari har qanday tinchlik bitimi kelishilgandan so'ng Rossiya kelajakda qayta hujum qilmasligi uchun xavfsizlik kafolatlari zarurligini bir necha bor ta'kidlagan. Unga ko'ra, bu borada ikkita muhim savol ochiq qolmoqda. Ukrainaga qurol xarid qilishni kim moliyalashtiradi va kelajakda Rossiya hujum qilsa ittifoqchilar qanday javob beradi? Zelenskiy Ukraina armiyasining Donbassdan to'liq chiqib ketishi Yevropa xavfsizligiga tahdid solishini ta'kidladi. Mintaqada kuchli mudofaa pozitsiyalari mavjud bo'lib, ular bunday holatda Moskva nazorati ostiga o'tadi deya tushuntirdi u. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Donbass ustidan to'liq nazoratni urushdagi asosiy maqsadlardan biri deb hisoblaydi. Agar bunga muzokaralar orqali erisha olmasa, Moskva buni jang maydonida amalga oshirishni ko'zlamoqda. Tez-tez hojatga chiqish, hojat chiqarishda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, ichki yo'llarni tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Urush yakuniy bosqichda. Tramp yaqin haftalarda Eron mojarosini tugatishni rejalamoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp o'z jamoasiga Eron bilan urush uzoqqa cho'zilishining oldini olish va uni yaqin haftalarda tugatishni istashini bildirgan deb yozmoqda The Wall Street Journal. Nashr manbalariga ko'ra, Tramp o'zaro suhbatda maslahatchilariga Eron bilan urush yakuniy bosqichda va u 4-6 haftadan keyin yakunlanishi kerak deb hisoblashini ma'lum qilgan. VCG suhbatdoshlari ma'lumotiga ko'ra, Oq uydagilar Trampning XXR raisi Si Szinpin bilan 14-15 may kunlariga belgilangan uchrashuvga qadar urushni tugatishni mo'ljallagan. Biroq nashrning qayd etishicha, Trampda urushni to'xtatishning oddiy variantlari yo'q. Tinchlik muzokaralari esa hozircha eng boshlang'ich bosqichda. VCG manbalariga ko'ra, AQSh prezidenti Erondagi urush uni boshqa maqsadlardan chalg'itayotganini aytgan. Tramp bu yangi maqsad nimaligiga aniqlik kiritmagan, biroq nashrning ba'zi suhbatdoshlari gap Kubadagi rejim o'zgarishi haqida ketayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan. Turkiya arab davlatlarini Eron bilan urushmaslikka ko'ndirmoqchi. Turkiya diplomatlari Eron zarbalariga uchragan arab davlatlari bilan faol maslahatlashuvlar olib bormoqda. Elchilar ularni Yaqin Sharqdagi mojaroda bevosita harbiy ishtirok etishdan tiyilishga undamoqda. Bu haqda Bloomberg Turkiya Tashqi ishlar vazirligidagi manbalarga tayanib xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Anqara arab davlatlarining jangovar harakatlarga jalb etilishi butun Yaqin Sharq xavfsizligini xavf ostiga qo'yadigan keng ko'lamli mintaqaviy urushni keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotirda. Manbalarning ta'kidlashicha, Turkiya diplomatiyasi eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun Tehron va arab poytaxtlari bilan aloqa kanallaridan foydalanmoqda. Bir qator arab davlatlari bilan yaqin iqtisodiy va siyosiy aloqalarga ega bo'lgan Turkiya, AQSh ittifoqchilarini mojaro hududini kengaytirishi mumkin bo'lgan javob zarbalaridan tiyib turishga qodir bo'lgan potensial vositachi sifatida ko'rilmoqda, deb yozdi OV. Shu bilan birga Anqara Eron bilan aloqa kanallarini saqlab qolmoqda. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, Turkiya tiyib turishga urinayotgan davlatlar orasida Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoni ham bor.
Ikki davlat ham o'z hududlarini himoya qilishga tayyorligini bir necha bor ta'kidlagan. Biroq mojaroning o'z chegaralaridan tashqarida kuchayishidan manfaatdor emasligini aytgan. Ar-Riyoz va Abu Dabi Eronga qarshi harbiy harakatlarda bevosita ishtirok etish ularning iqtisodiyotining asosi bo'lgan energetika infratuzilmasiga yangi zarbalar keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotirda. Anqara o'z navbatida mojaroning butun mintaqani beqarorlashtirishi mumkin bo'lgan Eron va arab monarxiyalari o'rtasidagi ochiq urushga aylanishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda. Energetika inqirozi boshlanyaptimi? Yaqin Sharqda milliardlab zarar qayd etildi. Yaqin Sharqda yuzaga kelgan harbiy keskinlik oqibatida Fors ko'rfazi mamlakatlaridagi energetika infratuzilmasiga sezilarli zarar yetdi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, zararlangan obyektlarni tiklash uchun kamida 25 milliard dollar miqdorida investitsiya talab etiladi. Ma'lum etilishicha, AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyalari fonida mintaqadagi neft va gaz infratuzilmasida jiddiy uzilishlar kuzatiladi. Bu haqda TASS axborot agentligi xabar berdi. Energetika bozorini tahlil qiluvchi Research Energy Consulting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, zararlangan obyektlarni ta'minlash va tiklash ishlari katta mablag' talab qiladi. Urush oqibatida mintaqadagi suyultirilgan tabiiy gaz ishlab chiqarish liniyalari, neftni qayta ishlash zavodlari, yoqilg'i terminallari hamda gazdan suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish majmualarida uzilishlar qayd etilgan. Eng jiddiy zarar ko'rgan obyektlar qatorida Raslafan Industrial City sanoat klasteri alohida tilga olinmoqda. Ushbu hudud dunyodagi eng yirik gazni suyultirish, saqlash va eksport qilish markazlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, South Pars Gasfield gaz koni ham zararlangan obyektlar qatoriga kiradi. Mazkur kon dunyodagi eng yirik tabiiy gaz konlaridan biri sifatida tanilgan. Bundan tashqari, Babco Energies kompaniyasiga qarashli neftni qayta ishlash zavodi ham jiddiy zarar ko'rgan. Ushbu zavod Bahrayn energetika infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, energetika obyektlaridagi zararlar nafaqat mintaqa, balki global neft va gaz ta'minotiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli infratuzilmani tezkor tiklash va ishlab chiqarishni qayta yo'lga qo'yish dolzarb vazifa sifatida ko'rilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.